Mana 67 yoshli onaxonimiz qandli diabet tashxisi aniqlab davo muolajalar yozib berilgan. Dorilarni ichish fonida qonda qand miqdori normallashgan. Va o'rtada qaysidir tanishi qanaqa dori dedingiz? O't damlamadingizmi? Saharlik diabetim damlamasini ichdim. Ashna kunda bitta stakanda ichib yurdim. Dorini ichmadim. 10 kun dori ichardim, uni ichmay qo'ydim. Yaxshiman-ku deb o'zim kuchimga ishonib, bitamdan varinalarni yedim. Ashna bo'lib, endi topshirsam 902 bo'libdi saharim. Mana ko'pchilik qandli diabet bemorlarimizda kuzatiladigan holat. Qanday damlamalar ichishadi va dorilarni ichishni to'xtatishadi. Qonda qand miqdori normallashdi deb dieta ham qilishmaydi. Dorilarni ichishmaydi va natijada mana qonda qand miqdori ko'tariladi. Qonda qand miqdori ko'tarilishi bilan darrov asorat bermaydi, hech qanaqa shikoyat bo'lmaydi. Qachon asorat boshlangandan keyin shikoyat bilan kelasizlar va sal kech qolasizlar, ko'proq sarflashga to'g'ri keladi. Shuning uchun shifokor nazoratisiz dorini to'xtatmang va har qanday damlamalarga ishonib qolmang.